turmush o'rtog'i bilan tortishadigan, janjallashadigan, kerak bo'lsa ovozini ko'tarib gapiradigan ayollar. Sizga bir gapni aytmoqchiman. Agar siz turmush o'rtog'ingiz, ya'ni er yigitning oldida ovozingizni ko'tarib, unga gap qaytarib, haqligingizni isbotlamoqchi bo'lsangiz, u o'zining yonida ayolini emas, lobar, latofatli, go'zal yorini emas, balki yonida yana bir erkak, u bilan kurashishga tayyor, u bilan jangga tayyor bir erkakni ko'radi va tabiiy ravishda u himoya qobig'iga kiradi. Shunday ekan, ayni mana shu paytda sizga hech qachon jonim, hammasi yaxshi bo'ladi degan gaplarni ayta olmaydi, balki aksincha siz bilan ters muomalaga kirishadi. Chunki u sizni ayol ko'rmadi. Shunday vaziyatda nima qilish kerak? Birinchi navbatda iloji boricha sukutni saqlashga harakat qiling. Ikkinchi navbatda mening fikrimcha deya fikringizni ifoda eting, ammo jahl ustida emas, balki hamma loyqa suv tingandan keyin. Men sizga ishonaman, hammasi go'zal bo'ladi.